Hamid aka nima qilyapsiz aka bitta? Ukam bu ketishda menimcha kassapravlarga ish qolmadi-yu. Narx-navo shu darajada arzon bo'lib ketdiki, вообще neriyamdi. Okey, aytaman-ku, avvalambor bizga ishingiz tushmasin. Hayotda har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Kichkina DTPmi, katta DTP bo'lishidan qat'iy nazar, kassapravga borishingizdan oldin yaxshilab o'ylab ko'radigan payt keldi. Nimaga deysizmi, okey? Chunki siz uchun olib kelib qo'yilgan detallar siz borib kassapravga qildirishingizdan ancha arzonga aylanishi mumkin. Ma'lumotni dodasi. Yaqinroq keling, okey, men sizga zo'r narsa ko'rsataman. Yaxshilab qarang. Bozorda Damas eshigini narxi $100 turadi. Lekin ustaga olib borsangiz $100 arzoniga bu narsani sizga bo'yab bermaydi. Bu radnoy bo'lmaydi. Endi men sizga berayotgan taklif, radnoy detaldan oldi chap tomonini $200 ga, oldi o'ng tomonini $170 ga yechib beraman. Endi o'ylab ko'ring, qaysi biri sizga arzonroq tushadi? Yana bitta savol kommentariyada belgilab keting. Nima uchun chap tomon oldi eshik qimmat, o'ng tomoni arzonroq? Okey, faqat Damas emas, ko'rib turganingizdek, O'zbekistonda harakatlanayotgan barcha JM mashinalarni radnoy detalni siz namnoga arzonga va tez ishingiz bitishini oldini olasiz. Tasavvur qiling, kichkina DTP bo'lib qoldi. Bozorga tushasiz, detal sotib olasiz, kassapravga olib borasiz, bo'yab bering deydi, 2 kun bo'yidi, 3-kun taqadi. Bitta afzalli tomoni telefon qilasiz, detal yetib boradi, 2 soatda ishingiz bitadi. Vaqtingiz tejaladi. Vaqt bo'lsa okey, bu pul. Viloyatdagi okalar, dastavka xizmatini o'ylamaylik. Eng yaqin pitakgacha bo'lgan dastavka shu narxlarni ichiga kiradi. Ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qiling, batafsilroq ma'lumot beramiz. Videoni okey, kamida saqlanib qilib, menga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qilayotgan videolarimiz odamlarga manfaati tegsin deyman-da. Sen buni qayerdan ham tushunarding, Barsik?